Salom hammaga. Men kuzatib borayotganlar. Men anchadan beri video qo'yganim yo'q edi. O'zining sabablari bor. Bir ikkita narsalarni kutib qoldim. Bundan keyingi videolarni yanada qiziqroq qilib qo'yishga harakat qilaman. Anchadan beri video qo'ymaganimning sabablaridan bittasi, men bitta mikrofon zakaz so'ragandim Xitoydan. O'sha narsani kutgandim. Mana shu mikrofon. Hozirda mana shundan foydalanyapman. Mana bunday narsa ham zakaz qilgandim, videolarni yanada yaxshiroq chiqarishga. Hozir mana buni ishlatib ko'rsataman. Ko'rib turganlaringning video effekti mana shunday bo'ladi. Bundan keyingi videolar eng qiziq videolar bo'ladi. Oxirigacha kuzatib boring, like va obuna bosib qo'yishni unutmang. Eng qiziq videolar bundan keyingi bo'ladi. Beruvchi narsalar bundan qiziqarliroq, xohlagan buyumlaring kerak bo'lsa, bemalol direktimga murojaat qilasizlar. Zakaz so'rab beraman. Misol uchun, o'zimizda bundan zo'rlari bo'lishi mumkin. Zo'rlari narxi ham zo'r bo'ladi. Milliondan ko'p bo'lishi mumkin narxi, lekin men buni o'ylamagan narxingizda oldim. Qimmat bo'lsa kerak deb o'ylasanglar kerak. Buni narxini bilish uchun direktimga yozib qoldirsanglar aytaman. Yana bundan ham qiziqroq, bundan ham zo'rlari bor. Men o'zimga qulayrog'ini sotib oldim. Zo'rlarini zakaz qilmoqchi direktimga murojaat qilinglar. Zakaz so'rab beraman. Hop. Obuna va like bosishni unutmang. O'zimning shunday joy tayyorlab oldim. Endi bundan ham qiziqroq videolar ko'rib boring.